Temirova Shahlo Zaynitdinovna 1989-yilda Samarqand viloyatida dunyoga kelgan. Shahlo Temirova 2007-2011-yillar mobaynida O'zbekiston Davlat san'at oliygohining talabasi bo'lgan. O'qish jarayonida Mariya spektaklida Mariya, kuzning birinchi kunida qiz rollarini ijro etgan. 2014-yildan buyon Milliy teatrda faoliyat olib boradi. 2015-yilda E'tirof 2015 milliy mukofotining eng yaxshi teatr aktrisasi nomiga sazovor bo'lgan. Bu haqida aktrisa Shahlo Temirova shunday deydi: To'g'risini aytsam, E'tirof mukofotini qo'lga kiritishni juda orzu qilardim, ammo umuman kutmagandim. Kelgusi yillarda olarman deb umid qilardim. Mukofotlashgan paytda homilador edim. Mukofotni olgach, to'g'ri tug'ruqxonaga ketib qoldim, deya kuladi. 24-dekabr kuni qizlik bo'ldim. Unga Mohinur deb ism qo'ydik, deydi. Shahlo Temirova jamoat ishlarida ham faol qatnashib, oldiga qo'yilgan har bir vazifani halol bajaradi. Jamoa uni iste'dodli aktrisa sifatida hurmat qiladi. Shahlo Temirova iste'dodli aktrisa va mehribon ona.